Hammaga assalomu alaykum. Ekranga yaqinroq kelib, bemalol o'tirib olishingizga tavsiya beramiz. Videomizning minut ko'proq bo'ladi, shunga yarasha manfaatli bo'ladi. Ko'proq Jayornizda bo'lgan quruvchilarimiz uchun dim manfaatli video bo'ladi. Lekin endi Jayorn emas, bu yerda endi asosiy sklad haqida obzor qilib tushuntirib o'tib ketacakmiz. Boshladik. Shu yerdan sirazi darvoza kirish chegarasidan boshladik buni. Ana shu kirishi bo'ladi. Bo'rimizning yer maydoni pashti 1,5 gektar. Qarang, o'xshi tekislab tashlab dom quring, 2 so'tlik, 3 so'tlik joy quring, ili o'zini sklad etib foydalaning. Bu skladimizning kirishi bo'ladi. Kirganimizda ana shunday katta plashat bo'rga har turli mashina, furalar hammasi kelib, aylanib yuk tushirib ketsa bo'ladi. Men bu yoqlari garajlar. Bo'rga polniy furalar kirib, yuk tushirib, yuklab ketsa bo'ladi. Bu yoq ham xuddi shunday sklad. O to'rinda eshik bilan endi bu yerda stanoklar ishlab chiqarish shunday narsalar bo'lgan. To'rinda bo'lak-bo'lak xonalari bor bu yoqda. Tap 10 ga yaqin xonasi bor. 8 ma 10 xona bor. Hammasining ichida tikuvchilik sexi, endi shunga o'xshash bir katta shivli sexlar, har turli narsalar ishlasangiz bo'ladi. Mana g'ardavaraga aylanib zdaniya bo'lib turibdi. Shuni sizlar bilan bir chetdan ko'rsatib chiqamiz. Bu esa uy, ofis, uy, oilaviy tadbirkorlar uchun tayyor. Shu yerda yotib turib ishlab, ishlar uchun ham yetarli joylari bor. Mana kirganda bu tarafimiz chap qo'lda birinchi zali bo'ladi. Ofis qilib qo'ysa da bo'ladi, zal qilib, bu yerda ne qilsa da bo'ladi. Bu esa ikkinchi xonasi. Mana konditsionerlari, pardalari, ataplina o'tgan. Bu yerda gazdan, svetdan muammo yo'q. Antennalar tushgan, patolklar ishlangan, eshiklari. Bu yoqda esa yana bir xonasi bor. Bu yerdagi vojlarni olib chiqib ketadi. Bu yerga xonasidan da bir ikki g'allari bor ekan, olib ketadi uni ham. Bu koridordagi g'allari qoladi bu yerda to'shalib turgan. Bu yoqda mana kuxnyasi tayyor ishlanib turibdi. Gaz plitasi bor, gazi tushgan, suvlari kelib turibdi, arestonlari. Endi bu yoqda vanna sanuzeli bor, mana arestonlari qo'yilgan, bunday katyollari bor, mana to'qli katyollar. Gazda ishlaydi va ham gazda ham to'xtatsangiz bo'ladi. Hozir gaz tushib turibdi mana polniy. Akfanyalar qo'yilgan. Mana ko'rib turganingizdek, to'q kuchaytirgichlar hamma narsasi zo'r etib ishlangan. Bu yoq mana vannasi bo'ladi. Vannasini ham polniy kafel bilan bosilgan. Hammasi chotki bo'lib ishlangan. Bundan chiqqanimizdan keyin esa sklad bu xonaning yanında yana bir shunday nesi bor, yataq uchun ishlangan yerlar bor, hozir uni ko'rsatamiz. Bu esa ikkinchi kirishimiz bo'ladi. Mana birinchi eshik edi, bu ikkinchi eshik bo'ladi. Kirgan shunday ayvon. Bu yerda yotoqxona etsa bo'ladi, buni spalni. Ana yoqda ofis etib bu yerda yotish turishga, ishchilarga yotoqxona etib bersa bo'ladi bu yerda. Atak yunishga, yeb ichishga u yoqqa borib kelsalar, bu yerda faqat kechdan kuni yotib tursalar bo'ladi. Mana ishchilar uchun ham agar katta sex ochilib, bu yerda bir ishchi ishitaman desangiz ham 20-30 odam, 40-50 odamgacha yotirishga variant bor. Nima deganda bu xonalardan boshqa ham yana yerlari ko'p, xonalari ko'p. Endi bu yoqda mana skladning o'zini ko'rsatamiz. Bu yoqimizda skladning o'zi mana endi bu yoqlar svet yo'q bo'lgandan keyin qorong'i bo'lib turibdi. Skladning kattaligi ham bir adashmasam bir 30-40 metr bor. Mana bu esa skladimiz bo'ladi. Skladning kirishi. Bu skladning ham razmeri aniqlari qarang'i ko'rinmaydi. Adashmasam bir 20 dan ziyod, 20 metrdan ziyod bo'lgancha 30 metrgacha amalashib boradi. Yanında xuddi shunday yana bir katta skladimiz bor. Bu yerga polniy to'q tushib turibdi. Mana yanındagi darvozaning ham razmeri xuddi shunday bo'ladi. Buning darvozasi ochilmadi, ilk turgan ekan. Uning yog'ida yana shunday eshikdan kirib chiqadigan texnikalar turgan yana bir shunday sklad bor. Mana ikki katta skladdan o'tgandan keyin bu 3-skladimiz bo'ladi. Bu 3-skladimiz bu yoq tarafga netib ketgan, qurolib ketgan. Polniy ana shu qonaltirlar tarafga o'tsa bo'ladi. Mana bu yerdagi hamma narsani olib chiqib ketadilar, tozalab beradi. Ishlab chiqarishga ili bozib tekislab tashlab dom quruvchilar uchun ham, yanda 2 so'tlik, 3 so'tlikdan joy solaman deganlar uchun ham dim zo'r variant. Bu yerda adresimiz ham zo'r yerda joylashgan. Domchilarga kanalizatsiyada muammo bo'lmaydi. Mana bu yerimiz ham shunday katta yana bir. O'sha bu 3 sklad bo'ladi. Agar bu yerga mashina kirgizaman desangiz, ana eshikning o'rnida darvoza qo'yib, bu yerga mashina kirgizsangiz bo'ladi. Yuklash uchun. Bu tarafimiz ham mana shunday katta. Hozir ko'rsatgan qizil qangallardan ichki tarafi bo'ladi bu. Bu yerdan bu yerdan ham mashina kirib chiqishga darvozasi bor. Bu yoqda aytganimizda mana xonalari bor. Bir xona, ikki xona, 3 xona, 4, 5, 6, 7 xona bo'lsa, bu xonalarning ichida yana xonasi bor.
Bu yog'ida hojatxonalari bor mana. Sat hojatxonasi bu orqa tarafga o'tish eshik bo'ladi. Orqa tarafi o'sha aholi bo'ladi. Aniqdan u sot tarafdan kirib kelsa bo'ladi. Hozir adres to'liq aytamiz oxirinda. Mana bumuz bir xona bo'ladi. Bundan chiqqanimizdan keyin bu yog'imizda yana bir xona. Mana bu yerlar ishlab chiqarish bo'lgan, endi bu yerga gaz ham tushgan, vichkilar ham qo'yilgan. Bu yerganday konditerskiga o'xshash, ili nansiga o'xshash bir narsalar ishlangan bu yerda. Bu turgan gazlarga nega qaraganda shunga o'xshab turibdi. Bu yerga katta ishlar bo'lgan bu yerda. Hamma narsa bor. Mana umoliklar ham bor bu yoqda. Qazonlar, mana katyollar, bu katyollardan olib ketadi ekan. Bu ichidagi skladning ichidan hammasini bo'shatib berib ketadilar. Mana kameralargacha qo'yilgan bu yerga. Umuman zo'r etib ishlangan. Skladga gap bo'lishi mumkin emas. Shu turishunda bu yerdan foydalansangiz ham bo'ladi. Sotib olib arendaga berib tursangiz ham bo'ladi, bo'lib sklad etib. Xolodilnik etib ishlasangiz ham bo'ladi, bu ichine xolodilnik qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Xolodilnikdan arendaga berib zo'r foyda qilsangiz bo'ladi. Mana bu yoqda shunday texnikalar bor, hammasini olib chiqib ketadi. Vaqtimda zo'r ish bo'lgan, endi bu yerda hozir ishlatadigan ham, xaridadigan ham odam bo'lmagandan keyin bekor turibdi, nima qilaman deb buni sotuvga qo'yib Lekin bahasi ham bir chiroyli bahada qo'yilyapti. Bu yoqda bir dushovoy, razdivalka, ili shunga o'xshash bir xona. Ondan chiqqandan keyin bu yoqda yana bir shunday katta xonasi bor. Mana akva, oyna eshiklar ham yeri, patolkalar ham yenik ishlangan, umuman ishlanmay qolgan yeri qolmagan, ham yeri ishlanib turibdi. Hali bu yarımına keldik hali. Bu yarımı. Hali ancha yerda ko'rsatamiz. Endi bu ham bir vanna sanatida qilsangiz ham bo'ladi bu yerda. Katyolxona shunga o'xshash bir narsalar qilsangiz bo'ladi. Razdivalka. Agar ishchilar bu yerda ishlab yuradigan bo'lsa, kiyinib yechinish uchun razdivalka bilan vanna qilib qo'ysangiz bo'ladi. Ish tamom bo'lgandan keyin shunday yuvinib ortinib, kiyinib chiqib ketishini udobniy bo'lib ishlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerlarda mana o'choqlar turibdi. Bu yerlardan ham bu narsaga foydalansangiz bo'ladi. Foydalangan ekanlar bu yerdan. Mana plashat o'zing ochiqlik Messi bu yerdan yer maydoni ham aytganimizda 1,5 gektar pashti. Dokumentlarni kelib ko'rib bemalol olishingiz mumkin. Dokumentda muammo yo'q, prямо atrofingizga o'tirib ola olasiz. Mana bu yog'imizda shunday xonasi bor. Bu yerda ofis qilsangiz. Bu yog'ida yana bir xonasi bor. Samay glавный agar bu yerda bo'lib endi oldindan gaz bo'lmay qolsa deb pesham qo'ygan ekan. Lekin bu yerda gaz bor. Bu yerda отдельный sklad qilib bersangiz ham bo'ladi. Liboy odamga ofis qilib olsa-da, mana xonalar tayyor. Bu yoqda ofis qiladi, bu yoqda sklad ishlab chiqarish, shunga o'xshash har turli narsa bo'lib yotaveradi. Bu yerdan bir mening ichimda bir 3-4 firma arenda olib ishlasa bo'ladi bu yerda. Hammasini bir odam olish shart emas, 3-4 odam, 5-6 odamga bo'lib berib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqlarda отдельный kimdirlarga, bu yoqni отдельный kimdirlarga hammasini bo'lib tursangiz bo'ladi. Umuman zo'r, udobniy yerda joylashgan. Messina da gap bo'lishi mumkin emas. Dokumentida da gap bo'lishi mumkin emas. Gaz setingizda ham muammo yo'q. Shaharning ichida joylashgan. Lokatsiyasini endi eshitsangiz vobshe shokda qolasiz. Lokatsiyasi shunday yerdan ham sotiladigan joy chiqadi ekan-ku. Men kutib edim shunday yerda deb o'zingiz o'ylab qolasiz. Bu yana ko'rsatganning ikkinchi eshigi bo'ladi. Mana ko'rtganingizday. Bu yoqda xuddi shu razmerda buning ichining betoni quyilgan yana bir varianti bor mana. Ichining betonlari quyilib turibdi, patolkalar buning hammasini patolka ishlab turibdi. Bir ishlagan hammasini patolkani ishlab qolgan ekanda. Akvayna, hamma yeri akvayna, umuman ko'na oyna yo'q. Hamma yerda shuna akvaynalar qo'yilgan. Mana chiqqanimizdan keyin bu yoqda yana bir xona, bu yerda ham shu ofis qilib qo'ysa bo'ladi. Arqa boshida bir odam, bu yoqni bir odamga berib qo'ysangiz, kaspas, kompyuter ishchilar hammasi o'tirib, bu yoqda yana bir dam olish xona, ovqatlanish uchun ili boshqa xonasi, shunga o'xshash narsalar ishlasangiz bo'ladi. Mana bu esa bu kirishimiz. Mana bu kirish darvoza. Shunda darvozadan kirganda polni alam chiqsangiz bo'ladi. O'ng qo'l, chap qo'l bilan hozir o'ng qo'ldan boshlab bir chetdan hammasini tanishtirib chiqdik. Endi esa bag'azi bilan adresni to'liq tushuntiramiz. Zarya bilan ko'rib tanib chiqdingiz. Aytganimizda yer maydoni 45-46 sut, 1,5 gektar, pashti 1,5 gektar. Endi bu yoqda yana qo'shimcha yerlar bor. Endi aniq kelib dokument qo'ygan vaqtingizda polni podrobniy tushuntiramiz. Bu yerning bahasi dim chiroyli bahada qo'yilyapti. Endi ko'rib turgan zanyalaringizga qaraganda normal baho qo'yilyapti. Bundan tashqari buning adresini aytdim o'zi. Adresi shahar ichida joylashgan. Go'rgazning yonginasida. 380 trassadan shunday Go'rgazning yonidan 42 ning ko'chasi, o'zimizning tilda aytganda 42 ning ko'chasi deb aytiladi. Shunday tushib kelsangiz, Go'rgazdan o'tgandan keyin o'ng qo'lga kiradigan ko'k darvoza bor.
Ana shu darvoza bilan to'g'ri kelasiz, qanaqadir darvozaga kelib urilasiz. Kelib ko'rajaqlarda aka ko'rsatamiz. Kilitlari bizlarda bo'ladi, iyalari uzoqda. Iyalar bilan gaplashajak vaqtimizda aniq alatag'in klient chiqqan vaqtida iyalari kela oladi bo'lgani. Boshqa vaqtida faqat ko'rib ketish uchun iyalarini bizlarda bezovta qilmasin. Даже просто telefon odamga nomerimizdan berma deb shunday deb iltimos qildi. Kelib ko'rajak bo'lsangiz kilit bizlarda bo'ladi. Aka ko'rsatamiz. Xalagan vaqtingizda telefon qiling. Bizdan yana ko'rib bo'lganingizdan keyin, tanishganingizdan keyin al endi bo'ldi, men olajaqman desangiz, iyasi bilan bemalol gaplashaverasiz. Ana shunday bo'ladi. Buning bahasi $200,000 aytilyapti. Endi salgana qaytib berta yerim bor, damam qaytib bergan yerim emas deyapti. Biroq ko'p qaytmaydi ekan. Keling, ko'ring, agar bahasi sizga to'g'ri keladigan bo'lsa, 200,000 ga endi qimmat deb ayta olmayman bu yerda. Qimmat emas, $200,000 ga umuman qimmat yer emas bu. Keling, ko'ring, foydalanib qoling. Foydalanib qolsa bo'ladigan joyi. Ana shunday katta yer izlaganlarga videoni tashlab qo'ying, sizlar bilan men ixtiyorim ichaman.